Hozirgi paytda eng trendda bo'layotgan ochki bu Ray-Ban Meta kamerali ochkilar bo'ladi. Agar shu videoni oxirigacha ko'rsanglar, bu ochki haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lasizlar. Xo'p, bu ochkilarning 3 xil ko'rinishi bor. Birinchisi Wayfarer, ikkinchisi Headliner, uchinchisi Skyler bo'ladi. Bularning hammasini ishlashlari bir xil, lekin farqi opravasida bo'ladi. Bu ochkilarimizning prozrachniysi, qorasi, xameleoni va jigarrang ko'k ranglaridan bor. Bularning ham farqi faqat rangida, lekin ishlashlari bir xil. Hozir sizlarga ochkini qanaqa ishlashini ham qisqacha tushuntirib beraman. Ochkimizning ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Korobkani yetib ochganingizdan keyin mana keysda ochkingiz chiqadi. Keys ichida ochki bo'ladi. Hop, bu keys zaryadka qilinadigan keys. Ochkini shu bilan zaryadka qilasizlar. Bu keys 32 soatga yetadi va ochkini o'ziniki 1-5 soatga yetadi. Bu bitta telefonga ulanib ishlaydi. Misol uchun bu telefoningizdan chiqarib olib boshqa telefonga ulanmoqchi bo'lsangiz, u joyini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Ochki mana programma bilan ishlaydi. Meta AI degan o'zining programmasi bor. App Store yoki Google dan o'tkazib olasizlar. Buni kirganingizdan keyin setup device chiqadi. Men o'ylaganimcha adult device chiqdi. Ikkita ochki chiqadi. Bu eski versiyasi, hozir bu yangi versiyasini tanlaysizlar. Ochkidan orqasini bossang, ko'k chiroq yonadi. Mana bu yerda ochkida keysida kichkina knopkasi bor. Bu knopkani 5 marta bosasizlar, orqasini bosib turasizlar. O'sha mana yashil yonayotgan chiroq ko'k yonadi. Ko'k yonda qo'lni olib mana blue LED turini bosasizlar. O'sha mana bu ochkini topadi. Bitta bosasiz, sozdать пару. Bo'ldi, o'sha ochki ulanyapti. Buni o'tkazib ham bo'ladi. Bundan hammasiga razрешить bersanglar bo'ladi. Hop, bu yoqda keyin communication mana. Instagram bilan ulab qo'ysanglar bo'ladi. Hop, telefonga ulab qo'ysanglar bo'ladi, WhatsAppga, Facebookga ulab qo'ysanglar bo'ladi. Mana shu ochki ulandi. Bu yoqda ochkini keysini zaryadkasini va ochkini o'zini zaryadkasini ko'rsatadi. Rasm video olsanglar mana shunaqa import bo'lib keladi. Galereyaga razрешить berib qo'ysanglar bo'ldi. Mana bu importni bosasizlar. Bu yoqda o'zi rasm video olganinglar hammasi turadi. Galereyalarda ham va programma o'zida ham. Mana bu yoqqa ochkini ula deydi, bitta ulab olasizlar. Уже skachasi qiladi hozir rasm video olgan. Bo'ldi, mana agar to'lsa rasm videolar o'tgan bo'ladi. Bu galereyalarda ham paydo bo'ladi. Endi ochkini o'zingiz telefoningizga uladingiz yoki o'rtog'ingizga berib turmoqchisiz yoki boshqa telefoningizga ulamoqchi bo'lsangiz, hozir chiqarishni o'rgataman. Перезагрузка qilib chiqarib olish kerak bo'ladi. Настройкasiga kirasiz, shunda ustiga mana General ikkinchisiga bosasiz, oxirgisini tanlaysiz, faktoriyaga mana bitta bosasiz, mana bu yerda next yozib chiqadi. Next'da bosasiz. Keysda ochki turgan holatda mana rasmga oladigan knopkasini 5 marta bosasiz. 1 2 3 4 5 ana shu oranjeviy yondi. Mana sразу bosib turasiz. Bosib turganingizda oranjeviy chiroq oq chiroq bilan o'chib yonadi. O'sha o'chib yonyapti. Уже перезагрузка bo'ldi. Endi keyingi telefonga ham bemalol boyidagi qilib ulab olsangiz bo'ladi. Next qilinadi, chiqib ketadi. Настройкаga kirib turib, xuddi shu Bluetoothga kirib turib, nima ochkini забить устроить qilib boradi. Bo'ldi. Hop, endi sizlarga ochkini ishlashini ko'rsatib beraman. Keysni olganingizdan keyin, keys yonida bo'lishi shart emas. Ochkini o'zida ham rasm video qilib kelsanglar bo'ladi. Ochkini bunday taqganingizdan keyin o'zi Bluetooth yo'q bo'lsa sразу ulanadi. Keyin bu yoqda knopkasi bor. Bitta bossa rasmga oladi. Rasmni kashifasi 12 megapikselda oladi, HD formatda bo'ladi. Uni bosib turib qo'yib yuborsangiz, shu knopkani 3 sekund bosib turib qo'yib yuborsangiz, videoga oladi. Videoga olganda mana kichkina indikator yonib turadi. Bu xavfsizlikni oldini olib qilingan bo'ladi. Chap tomoni videoga olayotgan bo'ladi. Buni ham kashifasi HD formatda oladi. Sifati xudo xolasa tinib. Hozir men sizlarga o'ng tomonda ochkida olingan video, chap tomonda telefonda olingan videoni qo'yib ketaman. Ikkalasini solishtirib, sifatini ham ko'rsanglar bo'ladi. Bu ochkida faqat kamera emas, undan tashqari naushnik mikrofonlari ham bor. Bu ochkida telefonda gaplashib, ashula eshitib ketsanglar ham bo'ladi. Tepasida, pastida naushnik mikrofonlari bor. Shundan miyanglarni ichiga beraveradi. Ashula eshitsanglar ham baland bo'lib, juda ham qulay. Ovozini mana sensoridan baland past qilsanglar bo'ladi, misol uchun. Baland qilib oldiga surasizlar, past qilib orqaga surasizlar. Telefon kelib qolganda ham mana shu ikkita knopkasi bor, mana sensori. Buni olsanglar telefon olinadi, bundan bossanglar qo'yiladi. Bundan tashqari telefonni olganligingizni qo'yib qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana shuni bosib tursanglar,
telefonni qo'yib qo'yadi o'zi. Bu ochkida Instagramda prямой efir ham qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari WhatsAppda translyatsiya qilib gaplashsangiz ham bo'ladi. Rasmga videoga olib Instagramga qo'ysangiz, shunday so'zlarni Ray-Ban meta qilib ko'rsatib qo'ygan bo'ladi. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Menda zreniyali ochki-yu, zreniyaga to'g'irlasam bo'ladimi desangiz, albatta bo'ladi. Shunda menga retseptingizni tashlab bersangiz, to'g'irlatib, xudo xolasa qilib bera olamiz. Xohlasangiz iminoy masha Ray-Ban oynaga zakaz asosida. Xohlasangiz shu yaponskiy, frantsuzskiy yaxshi oynalarga ham qilib bera olamiz. Ochki haqida batafsil ma'lumotga ega bo'ldingiz. Agar sizda yana qanaqadir o'zingizning savollaringiz paydo bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu nomerga telefon qilib, batafsil ma'lumotga ega bo'lsangiz bo'ladi. Ochki narxlarini ham telefon orqali xudo xolasa aytamiz. Zakaz berish uchun shu Instagram, Telegram kanalimizga bemalol yozsangiz bo'ladi.